Belki yangi yildan tatib kitap o'qish plani degandek har xil planlarni tuzib, o planning har kunlik o'rlanishi ahvolini nazorat qilib mengishni umid qilasizlar. Men oldingi qitim tanishtirgan logistik yumshoq detalda shu xil planga vaqt belgilash, o'rlanish ahvolini nazorat qilishni qanday qilishni ko'rsatib o'tay. Masalan, men kunda 10 bet Qur'on o'qimoqchi, shu planimni logistikga kirgizmoqchi bo'lsam, uyg'urcha qilay, mana o'ng tarafga o'tdim. Hamda Qur'on deb kirgizgandan keyin Windowsda Ctrl Enter, Mac'da Command Enterni bossanglar, bu vazifaga keladi. Vazifaga kelgandan keyin Shift bilan Enterni bosib, hamda buningga vaqt belgilaymiz. Vaqt belgilash uchun mana bu inglizcha ko'nik taqsidan schedule deganini tanlasanglar yoki S'ni bossanglar chiqadi bu. Yantuzlikdan keyin schedule deganini tanlagandan keyin Tesla tanlaydigan chiqadi. Teslaga men 2024 1-yanvar deganini tanladim. Hamda vaqt qo'shish deb agar xohlasanglar vaqt belgilab qo'ysanglar bo'ldi. Men masalan ertagan soat 6da Qur'on o'qimoqchi. Andan buni har kuni davomlashtirmayman demoqchi bo'lsam, kunlik deb deyin tanlasanglar har kuni ve tanlasanglar her hafta shu kunida shuna takrorlangan bo'ladi. Men deyin tanladim, submit qildim. Bu hamda bir vazifa qurildi. Hamda har kuni bu logistikni assanglar sizlarningki shu kunlik Qur'on o'qish vazifanglarni sizlarga eskartadi. Endi bu masalan men ertagan soat 6 turdim. Telefonimda yoki kompyuterda Qur'on o'qishdan burun buni boshladim deb meni besib qo'ydim. Besib qo'ygandan keyin Qur'on o'qishni davom qildim. Davom qilgandan keyin 10 bet Qur'onni men o'qib bo'lgandan keyin buningga belgi qo'ysam, masalan hozir 13 sekund deb chiqdi. Bu masalan 20 minut sarf qilgan bo'lsanglar 20 minut deb chiqdi. Men foydalanayotgan bir iqtidorni men o'rtaq foydalanaylik deb berlab qo'ydim. Hammalarning vaqti bereketli bo'lsin. Allohga emanet.